viloyat yangiliklari informatsion dasturida. Navoiy Uran davlat korxonasi rahbariyatining taklifiga binoan Mo'g'uliston Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi janob Batbatara Dadanxu tashrif buyurdi. Tashrif davomida dastlab elchi korxonaning ishlab chiqarish faoliyati bilan tanishish maqsadida Zafarobod kon boshqarmasi texnologik burg'ulash maydonlari, mahalliy sorpsiya va mahsuldor eritmalarni qayta ishlash uchastkasi faoliyati bilan tanishdi. Kunning ikkinchi yarmida Navoiy Uran davlat korxonasida ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilish maqsadida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda korxonaning xalqaro hamkorlik doirasida Mo'g'ulistonda o'zaro manfaatli yo'nalishlardan hisoblangan uranga geologiya qidiruv ishlari va mavjud tayyor uran konlarini birgalikda o'zlashtirish qo'shma loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Shuningdek, respublikaning yirik sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishish maqsadida Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatining Muruntau koni va ikkinchi gidrometallurgiya zavodiga tashrif rejalashtirildi.